Bozor tashqarisidan 10 ming dedingiz-a? 10 ming 15 ming. Bu safar men buni beraman aka sizga. Oling. Pul olasiz-da. Keyin bitta sizga gapim bor, yuring. Aka, mana shu o'tgan videomizni 1 million ta like olsa, sizga bitta mashina beraman. Ama rozi bo'ling. Yo, roziman aka. Oson emas, bitta gugurt berish oson emas, rozi bo'ling. Bu yolg'on emas, va'da. Aka, sizda bo'lsa o'zimni haydab yurgan jentran berdim. Qora jentran. Magmat. Ha. Boshqa akaga. Alakashga. Ha. Orada Jiguli berdik. Hozir tirikchiligingiz faqat mana shu arba tortishdan, ha? Afamizdan Nech pul topasiz kuniga? bozor kuniga endi ko'proq. Ko'proq qancha? 200 ming, 100 ming, 100 ming. Agar bizning mashina olib berishimiz sizni tirikchiligingizga yordam bo'lsa, biz shundan xursand bo'lamiz. Nima uchun aynan 1 million like bo'lsa, keyin mashina olib beraman dedim. Hype uchun. Va bu hype menga nimaga kerak? Akkauntimga kirsangiz hammasini tushuntirganman va nima deb o'ylaysiz? Akamizga mashina olib bera olamizmi?